Assalomu alaykum hammaga. Boyagi animatsiya dasturlashdi matplotlib emas, Pythonda qilaman 3D modelda deydiganlar uchun shuni ham qilishga qaror qildim. Import Python qilib. Xo'p, birinchi bizga Python degan kutubxonani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Uning ichidan hammasini yuklab olamiz. Import Plus bu hamma ichidagi hamma funksiyalar yuklab oladi. Ya'ni alohida Python nuqta deb turib nima deydi? Python nuqta deb turib ishlatish shart emas. Hammasini yuklab oladi. Endi bizga jismni va gorizontal harakatini dasturlash so'ralyapti. Biz oldin video dars qilganda 3D da gorizontal burchak sotilgan jismnikini ko'rgan edik. Shuni ko'rgan bo'lsangiz bemalol qila olasiz. Mayli, buning uchun ham maxsus qilamiz bitta. Bitta ekran ochib olamiz. Ekranimiz mana shu biz modelimiz shu ekranning ichida ko'rib turadi. Ekranimizni biz screen degan funksiya yordamida ochamiz va uni kengligi bor. Xo'p, ekranni nomlaylik, ekranga nom beraylik. Harakat deb nom beramiz. Uni kengligi bor. Width deb, uni kengligini 900 deb turamiz. Balandligi bor. Teng 600 deb turamiz. Endi bizga shar kerak. Sharni harakatlantiramiz. Sharni Pythonda biz sphere degan funksiya orqali ifodalaymiz va uni shar bo'lgandan keyin radiusi bo'ladi. Keling uni 5 deymiz. Uni pozitsiyasini hozircha pozitsiyalar nima deydi? 3 o'lchamda bo'lgani uchun uni vektor ko'rinishda beramiz. 0 0 0 x y z da 0 va uni rangini keling mana color.green deb yozamiz. Keyin unga asos kerak yoki taxta kerak yoki partami nima desak bo'ladi. Xullas, keling asos deymiz. Tagida nimani ustida yuradi bu? Birinchi mana shu sharni chiqarib olaylik. Bo'pti. While true deymiz. Rate deymiz. Rate 120. Bu degani 1 sekundda 120 ta kadr degani va uning ichiga sharni joylashtiramiz. Bitta ishga tushirsak. Qayerda xato ketdi? Screen kattasa bilan bo'ladimi? From Python canvas ekan, ha. Bunga canvas deb yozamiz ekan. Canvas adashibman. Xo'p. Mana bizda sharkka ko'rinyapti. Buni radiusi 5, markazi 0,0. Mana shuni markazi 0,0 da turibdi. Chekalari emas, markazi. Xo'p, endi uni bu yerdan o'chirsak, o'zi bu yerda qolib qolaveradi. Endi unga asos chizamiz. Asosni biz parallelepiped shaklida bergan uchun uni box degan funksiya bilan beramiz. Uni o'lchami x, y, z bo'yicha. Keling, qalinligini x bo'yicha uzunligini hozircha keling mana 1000 deb turamiz. Xo'p. Y bo'yicha balandligini 6, z bo'yicha qalinligini 50. Va endi uni pozitsiyasini beramiz. Keling, uni ham pozitsiyasini vektor ko'rinishda beramiz. Qavslar oshiqcha. Vektor ko'rinishda beramiz. Uni ham 0 0 0 deb beramiz. Rangini keling, buni rangini green deb yashil beramiz. Sharligini qizil qilib qo'yaylik. Mana. Asosni ham joylashtiramiz. Va ishga tushiramiz. Mana biz asosimiz turibdi yashil. Mana u o'rtada shar turibdi. Mana ichkarisiga to'g'ri kelib qolgan. Ya'ni ikkalasining markazi y bo'yicha 0 da turibdi-da. Biz sharni tagini 0 ga chiqarishimiz kerak. Taxtani ustini 0 ga tushirishimiz kerak. Sharni tagini 0 ga chiqarishimiz kerak. Taxtani ustini 0 ga tushirishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana shar radiusi 5. Demak, uni tagi -5 da turibdi. -5 da biz 0 ga ko'tarishimiz kerak tagini. Demak, joylashuvni y bo'yicha joylashuvni 5 qilib qo'ysak, u 5 ga ko'tariladi. Taxtani usti 3 da turibdi.
Taxtani usti 3 ta turibdi. Demak, biz uni 0 ga tushirishimiz kerak. Shar xuddiki taxtani ustida ko'rinishi uchun biz uni -3 ga tushirishimiz kerak. Shunda sharchamiz taxtani ustida ko'rinadi. Mana xuddi shunday bo'ldi. Endi buni nima qilishimiz kerak? Harakatlantirishimiz kerak. Harakatlantirish uchun hop, keling, harakatlantirish uchun nima qilamiz? Mana bu sharchani joylashuvini keling minus taxtani uzunligi 1000 bo'lgandan keyin markazdan bir tarafda 500 bor, bir tarafda minus 500 bor. Buni minus 450 qilib kiritib turaman hozircha. Uni taxtani boshiga joylashtiramiz. Chap tarafga. Mana. Mana joylashtiramiz sal chekkaroqqa. Shu yoqdan boshlab nariyoqqa qarab yurgizamiz endi. 450 emas, keling. 495 qildik. Mana chekkasiga boradi. Mana. Endi buni yurgizamiz. Yurgizish uchun nima qilamiz? Biz uni koordinatalarini o'zgartirish orqali va uni har safar kadrlarni yangilash orqali beramiz. Uni boshlang'ich koordinatasini nima qildik? Minus 495 qildik. 495. To'g'rimi? Minus 495 qildik. Keling uni tezligini 15 deb beramiz. Ana shu savolda ham 15 deb bergan. Xo'p. Boshlang'ich vaqt momentini 0 deymiz. dt-sini 0.1 deymiz. Va endi qarang. Mana shu siklda har safar kadr yangilanadi. Mana shu kadr yangilanishini biz bu yerda kiritishimiz kerak. Ya'ni x'imiz avval yangi x hosil qilamiz va eski x ga nima qilamiz? V ko'paytirilgan dt qilib qo'yamiz. Ya'ni eski x'imizga yangi tezlikni vaqt ko'paytirib, yangi bosib o'tgan masofasini qo'shib yangi x ga saqlaymiz va mana bu sharni x bo'yicha pozitsiyasini shunaqa qilib beramiz. X bo'yicha pozitsiya shunday beriladi. Uni x ga tenglab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi buni ishga tushirsak, mana ketdi. Yurib ketyapti. Chekkasiga kelgandan keyin ham yurib ketyapti. Keling shuni to'xtaydigan qilib qo'ysak bo'ladi. Eng qulay variantni to'xtaydigan qilamiz. Bitta varianti if deymiz. Agar uni koordinatasi katta yoki teng bo'lib qolsa 495 ga deymiz. 495 ga deymiz. Voyimiz teng 0 qilib qo'yamiz. Voyini 0 qilib qo'yamiz. If mayt x qolib ketdi. If x'imiz katta yoki teng 495 bo'lib kelsa, voyini 0 qilib qo'yamiz. Shunda to'xtab qoladi. Bu bitta usuli. Mana yurib ketyapti-da, mana. 495 ga kelganda mana to'xtab qoldi. Shunaqa qilib bitta shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Yoki buni v teng minus v qilib qo'ysak, orqaga qarab qaytib ketadi ham qilsak bo'ladi. Orqaga qarab qaytib ketadi, lekin nari tarafga cheksiz ketib qoladi. Buni qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bitta ishga tushirsak, endi orqaga qaytib ketadi kelgan joyida. Mana keladi-da, tegib orqaga qaytib ketadi mana. Endi bu tarafga cheksiz ketib qoladi. Buni oldini olish uchun mana buni yana bitta shart kiritamiz va deymiz. Endi hozir 495 dan katta bo'lib ketib qolganda nima deydi? Orqaga qaytdi, ya'ni chegaraga yetdi. Bunaqasiga minus 495 da, ya'ni minus 495 dan kichkina bo'lib ketib qolsa, demak taxtadan chiqib ketadi. Xuddi shu shartni ham bu yerda kiritamiz. Kiritib qo'ysak, endi shu taxtaning ichida aylanib yuraveradi. Mana. Kelyapti, urilyapti. Nima bo'ldi? Ha, bu yerda end deb berib qo'ygan ekanmiz. End emas, or deb berishimiz kerak yoki deb berishimiz kerak. Ikkosidan bittasi bajarilganda keyin orqaga qaytadi. Chunki biz hozir ikkalasi ham birdaniga x birdaniga 495 dan katta va bir holatda minus 495 dan kichkina bo'la olmaydi. Va vaqt qo'yimiz xato edi, or deb yozishimiz kerak. Shu ikkala vaziyatdan bittasida keyin tezligi teskarisiga almashadi-da, keyin qaytib yuradi. Mana endi ko'rsangiz,
Mana bu yoqqa kelib qaytdi va u yoqqa ham borib qaytadi. Biz shunaqa harakatlarni dasturlashimiz mumkin. Menimcha shu narsa so'ralgan bo'lsa kerak. O'zi bir tarafga harakatlantirib qo'ysak ham o'zi yetadi. Xo'p, yana bitta boshqa usuli bor. Bitta joyga borgandan keyin buni tini boshlanish nol momenti bizga kerak emas ekan aslida. Buni boshqacha qilib qo'ysak ham bo'ladi. While x kichkina yoki teng deb turib 495 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni bu bizga jarayon 495 dan kichkina bo'lganda ko'rinadi, boshqa payt ko'rinmaydi. Shunday qilib qo'ysak, jism harakatlayapti. 495 ga yetganda oynamiz yopilib qoladi. Ya'ni dasturimiz to'xtaydi. Mana. Shunaqa qilib qo'ysak ham bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Hozir bu mana buni ham cheksiz ishlayotganiga sabab, borib qaytib keladiganini cheksiz ishlayotganiga sabab x'imiz o'zi doim 495 dan kichkina bo'lib turibdi-da, chunki biz undan tashqariga chiqarmayapmiz. X'imiz doim 495 dan kichkina bo'lgani hisobiga mana shu sikl cheksiz bajarilyapti. Uni o'rniga true deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Ya'ni ikkalasi, ya'ni x ni 495 dan doim kichkinaligi ham rost, rostligi ham rost. Biz shunaqa qilib siklimiz cheksiz ishlaydigan bo'ladi. Endi yana bitta muammo bor. Men hozir VPython bilan Spider'da kelisha olmadim, lekin Spider'da yozamiz imtihonni. Spider'da VPython kodini ishga tushirganinglarda quyidagi ko'rinishdagi narsa chiqib turadi. Bu yerda qizil yonib turadi. Bu yerda out degan yozuv chiqmaydi, faqat in deb turadi. Shunda biz sizlar mana bu joydan o'chirsanglar yoki o'chmaydi. Bu joydan ham essanglar o'chmaydi. Shuning uchun mana bu console 1a ni oldida turgan x ni essanglar, eski konsol yopiladi, yangi konsol ochiladi. Shunaqa qilib o'chirsanglar bo'ladi.